Bu janobi oliylarini tekshirish kerak. Aybning aladorligini bilish kerak. Yana bitta janobi oliylar kutyaptilar. Xo'sh, mana bular qanaqa qilib bog'lagan? Biz ko'ramiz. Joyni almashtirsa ishlasa kerak, nasib bo'lsa. Xo'sh, mana bilishim bo'yicha u zazimdan nolga ulashgan unaqa bo'lmasligi kerak. Mana nol bilan qorani oqqa ulashgan. Oq. Bizda zazimdan qilganmiz. Xo'sh. Qahvada qoraga oq to'lashgan. Yo'q. Bilmaslik kerak. Bu bilan nolga taqish kerak oq bilan qorani. Buni oq batareykaga, mana ko'k chapel orqali yonadigan nimaga boradi? Nolga. Xullas, qora batareykaga zaryad beradi. Bu zazimdan oq qoldi. Xudo xolasa ishlasa kerak. Hatto shunda bo'lsa kerak deb o'ylayapman hozircha. Xo'sh, mana joyni almashtirdik. Aytganimizdek, nolga uni oq bilan nimani o'yladik? Ko'kni o'yladik, qora bilan, qahva bilan, ya'ni oranji nimasi zazimlini bilan oqni o'yladik. Bir yoqib ko'ramiz. Bang'illamasa to'g'ri bo'ladi. Xo'sh, bismillah. Hop, normal ishlaydi. Ikkinchi janobi oliylarga keldik. Mana bunisidan nolni qora bilan oranga ulashgan. Zazimlini oq bilan nima qilishgan? Xo'p. Qora bilan oqni bog'lashibdi. Zazimlini oqqa berishgan, qora bilan bog'lashgan. Xo'p. Qahva berishgan. Yaxshi. Biz ko'ramiz ishlaydimi yo'qmi, to'qi bormi yo'qmi. Xo'sh, kabelimizda tok yo'q. Xo'sh, buni tekshirib ko'rish kerak. Endi tekshirishda ikkita zo'r yo'li bor. Birinchisi mana lampani ochib, qaysi rangi batareyaga, qaysi rangi pramoy ledga o'tgan hammasini ko'rish kerak. Yoki shu ishni qilganlardan so'rash kerak. Ishlayotganda qaysi rangga bog'lagansizlar, baraka topinglar deb.